Bu videomiz Zalto Corona pul yuborib qo'yib ololmayotganlar va pul yubormoqchi bo'lganlar uchun albatta tarqatib qo'yinglar, musofirlarga yuborib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Xo'p, siz agar Zalto Corona pul yuborsangiz, qaysi banklardan ololmaysiz? Ovora bo'lib borib yurmanglar. Xo'p, Aloqa bank, Asaka bank, Mikrokredit bank rasman tasdiqladi. Hozircha bulardan ola olmaysizlar. Xo'p, oladigan banklar hozirgi kunda muntazam ishlab turgan bankimiz O'zbekistonda Hamkor bankdan hech qanday muammosiz olishingiz mumkin hozirgi kunda. Qolgan banklardan shu sanksiya sababli qolgan banklar menimcha shu sanksiyaga tushib qolmasligi uchun ular ham qabul qilmayapti. Endi hozirgi kunda Coronani direktori rahbariyati Toshkentda bo'lib turibdi. Shu kunlarda shu aniq ma'lumot chiqadi. Podpiska bosib qo'ying, albatta videoni tarqatib qo'ying. Aniq ma'lumotni bir necha kun ichida sizlarga xabar beraman o'zim.